Vatandaş. Endi gerekşiyimiz yaki muhakeme. Bugün Çislak 2024 yıl 1. ayının 18. günü haftaga Perşembe vatandaş. Yukarıda görüp öttük. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat sekretari Antony Blinken Shveysariya Davos xalqaro iqtisod manbarida nutq fikir bayon qilganda yuqoridek sözildi. Yani bu tugidimi? Ondan keyin men buningga to'g'ri hozir 1. ayning 13. günü Amerika ovozi va Amerika ovozi radiosining Xitoy tili programmasi e'lon qilingan birlik yani Tibet Ma'muriyat Merkezi'nin sobiq boshlig'i Lobsang Sangay'ning sözünü sizlarga yetkazdim vatandaşlar. Endi başlayla bir yerde muhakemenin bundak başlayla. Tibet en ahirki uçuruşuş ya görüşüş Dalai Lama'nın Prezident Obama bilen görüşke vaqtdan ahirki 2009 yılı 2. ayının qaysi bir haftasi deb görüşken idi. Şu vaqtdagi xabarda şu vaqtki Prezident Obama Tibetning Dalai Lamaga shundoq dedi. Tibetning tashabbusini tushundim. Yoki Tibetning büyük tashabbusi degan tashabbusini tushundim. Gapimizni tushundim degan edi. Shundan keyin Dalai Lama Amerikaga kelib boqmadi. Amerika davlat boshliqlari bilan uchrashmadi. O'tgan yili, masalan 2023 yili 2. ayning 9. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Avom palatasi Tibet to'g'risida yana bir qaror qonun loyiha ma'qullab, nima dedi? Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Tibetning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Xitoy Kompartiyasi tartib oldi. Acayip uçuk gap edi. Ben şu vaqt sizlarga qo'shib ham Uyg'urning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Shundaqla Uyg'urning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Xitoy Kompartiyasi tartib oldi deb shundaq giralashtirib fikr qilib leksiya so'zlagan edim sizlarga vatandoshlarım. O katta deyli. Andan o'tgan yili 2023 yil 7. ayning 8. günü Dalai Lama o'zi o'tirg'i chiqib shunday fikr qildi. Hozir Jungo tarafdan yaxshi muomala, yaxshi uchur kelyapti. Jungo taraf hozir Dalai Lama yoki Tibet Ma'muriyat Merkezi hukumat bilan so'zlashmoqchi bo'lyapti degandek so'z qildi. Mana aradan 6 ay o'tdi vatandaş, hesapta 6 ay o'tdi deydi. Ya söhbet başlanğanlığı doğrusu haber yok. Ya başlanmağanlığı doğrusu haber yok. Mesela Tibet'nin yeni saylanğan Ma'muriyat Merkezi'nin başlığı Lobsang Sangay'ның ornuğa saylanğan başlığı Penpa. Penpa degan kişi, Tibetlik kişi 2021 yılı 9. ayının 7. günü vatandaş Alyaska söhbet edin ki 7. günü shunaq deganda biz Jungo hukumat bilan suhbatni asli keltirishni umid qilamiz. Shundaqla biz vakillar umigini tayinlaymiz degan. Asli Tibetlar bilan Jungo hukumati o'rtasidagi suhbat 2002 yili birinchi qatimliq suhbat 2002 yili boshlangan edi. 2011 yili oxirlashdi. 9 qatim suhbat o'tkazdi. Demek her yılda bir qatimda suhbatlaşgandek bo'ldi degan gap. Lekin bu suhbatni nimalar qo'yildi o'tirg'i chiqmadi, nimalar deyildi o'tirg'i chiqmadi. Ya Jungo tarafdan pozitsiyasi yok, ya Tibet tarafdan pozitsiyasi yok. 2002 yili boshlandi suhbat, 2011 yili oxirlash to'xtab qoldi. Endi 2020 yili Penpa Tibetning yeni merkezi, hukumat merkezining reisi yeni saylanğan adam şundaq degan edi. Bu 2021 yildagi gap. Endi 2023 yilda Dalai Lama'nın nima deganligini sizlarga topshirdik. Endi hayron qoldigan bir gap bor. Hozir siz diqqat qilib o'tamsiz qandaq men bilmadim.
Şu kompüterni açsanız, kompüterning yuzida siz qaysi xabarlarga qiziqsangiz, shuni cheksiniz, shu xabarlar qoplab ketadi ekan. Haligi 10 minut salaldi yetib kelmaydi ekan masalan. Nurg'un odamlarni hozir yo'qitib qo'ydim men buning ichida, obzorchilarni. Endi yangi-yangidan paydo bo'layotganlarim ba'zi manli shavning so'zlayotdi. Bu konu obzorchi deb turayli, buni qo'yib turayli. Yaqindan beri şu YouTube kanalida Dalai Lama'nın faaliyetlari, o'tgan zamonlardagi faoliyatlari va keyingi zamonlardagi faoliyatlari va yaqindagi faoliyatlari, masalan Ladakhga bordi, u yerda butxonna tavob qildi, bu yerda rahiblar qanday nutq so'zildi. Ay mushu chislar kuni bilan hozir YouTube'da bu faoliyat yoki Dalai Lama'nın faoliyati ekranda hozir qaytadan keyin kelyapti vatandosh. Siz diqqat qilgansiz balki bunga. Men shunday diqqat qildim, hozir tuyuqsiz men ochadigan mushtorbat ekran yuzidami? Hozir har kuni Dalai Lama to'g'risida 2-3 dan suratlik ekran yoki video film shaklida xabarlar kelib turyapti. Men buni vatandoshim tasodifiy ahvol deb qaramayman. Tushundingizmi? Men buni hargiz tasodifiy ahvol deb qaramayman. Kechiring. Siz muhokama qilib baqing, o'ylab baqing, bu tasodifiy ahvol emas. Hozir nima dedik? Hozir Shveysariya Davos shahrida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika endi Jungo bilan o'tirdagi masalalarni davlat kuchiga tayanib paydo bo'lgan pozitsiya bilan hal qiladi. Tushundingizmi vatandoshlar? To'g'ri bog'lashtira oladimmi yo qanday? O'zingiz o'ylab baqing mana. Antony Blinken tunugun 1-ayning 17-kun Davos shahrida ana shunday dedi. Bu her kuni suhbat, o'g'ini suhbat, yildan yilga suhbat, ayda ayga. Buna qoida yo'q vatandoshim. Amerikaning undaq ko'p vaqti yo'q. Bir tochkani qo'yish kerak, bir undash belgisini qo'yish kerak. Ikkimizning o'tirishga munosabatlarimiz müşahada oxirlashdi. Biz o'tirib qo'ygan munosabatlar deganda maxsus tema mavzular bo'yicha suhbatlashadigan ishlar endi oxirlashdi. Masala hal bo'lish kerak, cho'qim hal bo'lish kerak. İhtiyari suhbat ve sana berilgan, ixtiyoriy suhbat menga berilgan bu vaqt yo'q. İcra qilish. Şuna hozir endi Tibet meselesi mi hal qilinish davriga belki oshkora hal qilinish davriga kirdimi deb savol qo'yman vatandoshim sizga. Shundaqla Uyg'urda hozir o'tirg'i chiqayotgan Uyg'ur siyosiy hayotiga munosabatli gap so'zda. Masalan, Erkin Osiyo Amerika ovoz radiosi ko'ryapsiz. Ko'ryapsiz vatandoshim, buni eg'izg'anmay turaylik hozircha. Hammasining vaqti bor. Eg'izg'anmay turaylik, hammasining vaqti bor. Masalan, siz salbiy deb qaragan narsa muayyan vaqt ijobiy narsaga aylanib qolishi mumkin. Chunki shart-sharoit kerak. Siz ijobiy deb qaragan narsa muayyan vaqt salbiy narsaga, hodisaga aylanib qolishi mumkin. Chunki shart-sharoitning ichida. Masalan, ijobiy deb qaragan narsangizdan chiqadigan natija salbiy bo'lib qolishi mumkin. Muayyan shart-sharoit ichida. Masalan, salbiy deb qaragan hodisadan ijobiy natija o'tirg'i chiqishi mumkin. Buningga men endi islom dinidagi o'zaro endi bu kitoblarda ko'rmadim, aytilib kelayotgan so'zlardan aytgan vaqtda, taqdirning o'rinlashtirishidan aytgan vaqtda Xudodan beizdi qil tavirmaydi degandek, endi hozir men uni sizga diniy nuqtadan tushundirsam, endilikda Amerikaning maydon nuqtai nazaridan tushundirsam vatandoshim. Demak, suhbat bu bir harakat, suhbat bu bir jarayon, ondan uning bir natijasi bo'lishi kerak. Masalan, Jungo Amerika o'rtasida hozir qo'yilayotgan masala Hong Kong, kishilik huquq masalasi, Tayvan bo'g'ozining tinchligi, muqimligi masalasi, Uyg'uriston kishilik huquq davrdan olqib hozir o'tgan yil 11-ayning 24-kun Chexoslovakiya Praga shahrida aytilgan gap bo'yicha hozir Uyg'urlar masalasi kishilik huquqdan olqib chiqib
mustamlika masalasi bo'lib qoldi degandek. Hozir yuqorqi Shangang Tayvandan keyin Tibet meselesi hal qilinish jarayoniga kirish kerak. Uyg'uriston meselesi mu hal qilinish jarayoniga kirish kerak. Bunun bir neticesi bo'lish kerak. Biroq hal qilishning shakli nima? Hech kim bilmaydi. Bizning bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarga tutadigan muomalamiz endi biz mush 20-28 yildan beri deydiganni deb oldik, so'zlaydiganni so'zlab oldik. Hareketler mesela faaliyette kişilik hukuk sahası faaliyetini qilib oldik. Uyg'ur deb dunyoga tanıtib oldik. Tanıttık uyu, lekin Uyg'urning beshiga kelgan kulfatni vatandosh dunyoda ikkinchi bir millat tartmaydi. İkinci bir millat ko'rib boqqan emas. Men yaqinda aytdim, Ethan Gutman nima dedi? Her yili jazo lageridan 35.000 kishi böğrüge kesildi, yürüge kesip elindi, öpkisi elip elindi, 35.000 kişi her yıl. Ben size katılık leksiya sözlegende, fakat Kırgızistan'dan ötküzüp verilgen Uygur 2.000, Tacikistan'dan ötküzüp verilgen Uygur 2.500. Şunu ama, onun deyken Kırgızistan'dan ötküzüp verilgen Uygur 4.216. Vatandaşım, bularning hammasini Ethan Gutman nima dedi? G'oyib bularning böğrüge kesildi. Mush ishga munosabatlik. Ichki organlarni kesib olish va uni setish savdosiga, xalqaro savdoga munosabatlik. Dunyoda hech qanday bir millat bundaq arziyatni ko'rgan emas vatandaş. Yani müşeye keldi. Ben demekçi boğunum Amerika Qo'shma Shtatlarga keldik. Derdimizde Amerika Qo'shma Shtatlarga devlet meclisiga so'zlayman degan edik, so'zladik. Ahir bugun kunga yetib keldi. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'ur meselesi shunchadir inshaalloh ko'rsatdi. Shunaqmi ya? Yaqinda Human Rights Watch kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti e'lon qilingan xabarda mesela İrada Xanım tayyorlagan maqolada men Xitoycha qisqartib o'tganligini sizga eskartdim ku. Tayyorlagan maqolada biz hozir qo'yib berilgan bir odamni qo'yib berdi deb anglamadik. Bekor qilingan jazo lagerini bekor qilindi deb bir odamni anglamadik. Hozir Uyg'ur qirg'inchilik, Uyg'uristonda qirg'inchilik davomlashyapti deb qaror qildi. Tushuningizlar? Human Rights Watch kishilik huquqni kuzatuvchi xalqaro kishilik huquq tashkiloti. Shani shunday davomlashyapti, qirg'inchilik davomlashyapti. Endi bugun keldi deylik hozir Antony Blinken davlat ishlar kotibi Amerika Qo'shma Shtatlarining dediki davlat kuchiga tayanib shu pozitsiya bilan Amerika junga o'tirishga masalalar qilamiz. Shunga nima dedik? Biz dardimizni Amerikaga so'zladik, yetkidek so'zladik, Amerikada qonun ichida so'zladik, Amerikada axloq ichida so'zladik. Endi buning bir javobini olishimiz kerak Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'uriston masalasida qanday qaror olishini va qanday fikr qilishini qo'llaymiz. Herkes karıştırmayız. Şendiniz mi? Biz Amerika'ya yığılayımız, derdimizni aytib kelgen edik. Amerika Qo'shma Shtatlarının Uyg'uriston to'g'risida olgan qarorida qo'llaymiz. Herkes karıştırmayız. Metodimizdan yana bir qismi shuki, agar da Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uriston masalasida olgan qaror bizning iddimizdan, kallimizdan o'tmasa, biz yana Amerika xalqiga tushundiramiz. Sebepni Amerika rahbarlariga, davlat rahbarlariga aytamiz, ularga tushundiramiz. Bizning tariximiz, masalan, inqilob tariximiz, siyaset, inqilob tariximiz bu idi. Bizning tariximiz, masalan, Uyg'urning madaniyat, etnik madaniyat taraqqiyot tarixi bu idi. Biz bir millat edik. Dunyoda Uyg'ur degan bir millat edik. Deb yana tanishtiramiz vatandoshim. İşinin jarayoni shunday bo'ladi. Hozir men sizga so'zga leksiyadan xulosa chiqarsam, Dalay Lama tuyuqsiz ekranda paydo bo'lib qoldi.
Bu qandaqdır dalaylamanı körmügen kişilerge xalqara teşviqat elip beriştin emas. Mesela sabık hükümet başlığı Lobsang Sangay eytipti hazır dalaylama Tibet'nin işi xalqarada muhakimede azlap kal değil. Muş sözlerini koşkandı bu qandaqdır dalaylamanı yani elip çekip paytıda iş başlaş emas. Ben şunu eytay şundak dedim ki vatanda şundak his kıldım ki hazır Tibet meselesi hal buladigan, Uyg'uriston meselesi hal buladigan jarayonga kirib keldik. Hal bulishdan shakda nima? Qandaq shaklda hal bo'ladi? Men sizga bu to'g'rida passif va ijobiy falsafiy fikrlar bilan gap qildim. Buni o'zingiz tushunib olasiz vatandosh. Qandaq shaklda hal bo'ladi? Mana bu shu yana nurg'un gaplar qilinishi kerak edi. Hozir to'xtab turimiz. Bunun bir natijasiga qaragandan keyin anda siz bilan yana fikrlashimiz. Fikrimiz shuki, xulosamiz shuki, Amerikada faoliyat qilish, siyosiy faoliyat qilish, kishilik huquq faoliyat qilish, qirg'inchilik to'g'risida faoliyat qilish metodimiz shuki, Amerika davlat majlisiga so'zlaymiz dardimizni. Amerika Devlet Meclisi Amerika hükümetinin kararını anlayımız. Eğer ediyimizden ötmese biz Amerika halkıga düşendürümüz, Uygur'unu tanıştırımız. Siyasi faaliyet degenin məni şunu bilin ki, medendaş vəzəni, səbəbni və yəni səbəb körüstüdüğün amillarını, fikirli siz bana, mən sizge sözlep oltamayımız vatandaş. Bu sebepni, sebep gösteren amillarını Amerika'da devlet rehberlerine, devlet meclisi əzalarına sözleyimiz, düşündürümüz vatandaş. Mana bu siyasi faaliyettir. Mana bu siyasi faaliyetteki herkes can, talant da patılıdır vatandaş.